Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Nokat qishlog'ida o'zimizning uyda ko'pchilikni qiynayotgan, o'zimizda amaliyotdan o'tgan bir narsani sizlarga ma'lumot o'rnida ko'rsatmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, kuzatib boringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlardan ko'proq chiqarib turishga harakat qilamiz. Hammani mana shunday senaj yamasi bor. Balandligi ham katta. Kimdir ko'p bosgan, kimdir kam bosgan. Balandligi katta. Bugungi kunda bo'ladigan muammo issiq payti ana senajni oralari achib yoki ko'palaklab qoladi. Mana biz ham misol traktorda bosganmiz yamamizni. Balon ikkala tomonda ezganda ko'proq. Ikkala tomonda ezib turib, o'rtani yaxshi ezilmagan. O'rtani yaxshi ezilmagan hisobiga bizda ham o'sha o'rtasi chirib qolish, achib qolish kabi holatlar ko'p bo'ldi. Keyin biz senajni xuddi mana shunday olardik, mana yamani ochib, mana shundan ko'laverardik. Mana bunaqa qilib olaverardik, mana bunaqa qilib olaverardik. Aslida bu narsa noto'g'ri ekan. Ko'p senajimizni musorga olib chiqib tashladik, keyin o'zimizcha nima qilib turib, boshqa yo'lni topdik. Mana bunday olganingizda senajni bunday ko'targaningizda u ichkarilari ochilib, siz u tomonga borguncha ko'palaklab qolar ekanda. Keyin misol mana kimdirdiki uzun, kimdirdi senaji uzun yamasi. Bir kunda 4 arava o't oladi. 4 arava o't olish uchun o'sha uyda egasi mana bunaqa qilib olsa, o'zi jinday yurganda 4 aravani olib qoladi. 4 aravani olib qoladi. Keyin biz bu narsaga yechim topdik. Kimda kim qo'llasa o'ziga yaxshi deb qolamiz. Kimda yana qanaqadir hozir ko'rsatamiz. Qo'shimcha fikr, yangiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysalaring, biz ham shu narsadan foydalanishga harakat qilamiz. Keyin biz bu senajimizni xuddi mana shunday tartibda oladigan bo'ldik. Mana bunday qirib olyapmiz. Har kuni mana 4 arava olish uchun xuddi mana shunday qirqib tushirib olyapmiz. Mana orqasi zakonni chiqaradi. Mana hozir yaqinroq ko'rsatamiz. Mana xuddi mana shunday zakonni chiqaradi. Achib ham qolmaydi, hidi ham umuman yo'q. Mana keyin qizib ham qolmaydi. Zo'r holatda, xudo xolasa. Mana xuddi mana shunday tartibda mana yonbosh qilib turib, bunday qilib qirib olyapmiz. Keyin buni bunday qilib olsak, hozir o oralari ochilib, havo kirib, keyingi safar olganimizcha ko'p yomon bo'lib qolyapti-da. Xuddi mana shunday qilib mana boshidan oxirigacha qirib olyapmiz. Har kuni. Mana xuddi mana shunday qirib olamiz. Natijada mana senaj orasi ochilib qolmaydi, havo kirmaydi. Sizga keraklisi mana dumalab tushaveradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Senaj doni ham zo'r, qizib ham qolmagan, hidi ham yo'q. Ko'palagan bosmagan. Achib ham qolmagan-da. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'ling. Kimda kim qanaqa fikr bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Sinab ko'ramiz albatta. Videoni senajim achib qolyapti degan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hammalaringga rahmat.